Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugungi darsimiz o'zgaruvchilar haqida. O'zgaruvchilardan biz kompyuter xotirasida turli xil ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatamiz. O'zgaruvchilarga nom beramiz va undan keyin tenglik belgisini qo'yib, tenglik belgisidan so'ng biz o'zimiz saqlamoqchi bo'lgan ma'lumotni kiritamiz. O'zgaruvchi kompyuter xotirasida saqlangandan so'ng unga istalgan vaqtda uning nomi orqali murojaat qilishimiz mumkin va undan dasturimiz davomida foydalana olishimiz mumkin. Namunalarni ko'radigan bo'lsak, ism o'zgaruvchisini yaratamiz va unga qiymat qilib Abdulohmatni saqlaymiz. Keyin o'zgaruvchini yaratamiz. Yosh deb unga qiymat qilib 20 sonini beramiz. Bu ma'lumotlarni ekranda chop qilish uchun print funksiyasidan foydalanamiz va o'zgaruvchimizni chaqiramiz. Ism. Bu funksiyamiz ism o'zgaruvchisiga saqlangan ma'lumotni chop qiladi. Print funksiyasini yozamiz va keyin yosh o'zgaruvchisini chaqiramiz. Bu esa yoshni ekranda chop qiladi. Dasturimizni ishga tushirganimizda Abdulloh 20. O'zgaruvchilarni bunday deyishiga sabab uning qiymatini istalgan vaqtda o'zgartirish mumkin ekan. Masalan, bir ikkita bunga ham namunalar ko'rib o'tamiz. Hop, bizning dasturimizda ism va yosh berilgan edi. Endi bundan keyin ism o'zgaruvchisidan keyin yana bir marta ism o'zgaruvchisi beraman va unga boshqa qiymat beraman. Muhammad deb ism berdim. Va dasturimizni ishga tushiramiz. Dasturimizni ishga tushirganimizdan so'ng endi buning natijasi Muhammad 20 yosh bo'ldi. Ya'ni Muhammad 20. Bunda nima sodir bo'ldi? Bunda mana bu birinchi ism o'zgartiruvchisiga berilgan qiymatni biz ikkinchi o'zgaruvchi bilan uni qiymatini o'zgartirdik. O'zgaruvchiga nom berishda bir qancha qoidalar bor. O'zgaruvchining nomi harf yoki pastki chiziq bilan boshlanishi kerak, raqamlar bilan boshlab bo'lmaydi. O'zgaruvchining nomida faqatgina lotin alifbosidagi harflar, raqamlar, bu boshida emas, so'zni o'rtasida, o'zgaruvchining nomining o'rtasida kelgan raqamlar va pastki chiziq qatnashishi mumkin. O'zgaruvchi nomida bo'shliq, probel, ya'ni bo'sh joy tashlab ketish mumkin emas. O'zgaruvchi nomida bosh va kichik harflar turlicha talqin qilinadi. Bu degani mana ism, katta harflar bilan yozilgan ism va bosh harf bilan yozilgan ism so'zlari turlicha o'zgaruvchilarning nomi bo'lishi mumkin. Bu haqida hozir bir ikkita namunalar ko'rib o'tamiz. Faraz qilaylik, bizdan bir qancha ismlarni kompyuter xotirasiga saqlash talab qilinayotgan bo'lsa, biz o'zgaruvchilarni raqam bilan boshlab nomlashga harakat qilib ko'ramiz. Ism bir ism deb yozsak, bu dasturning o'zi xatoligini ko'rsatyapti. Pastga to'lqinchali chiziq bilan chizib, demak bu usulimiz xato bo'lar ekan. To'g'ri usul esa ismdan so'ng pastki chiziqcha bilan yoki pastki chiziqchasiz bir raqamini qo'yib o'zgaruvchini saqlasak bo'ladi. Ism 2. Bundan tashqari esa probel qo'yish mumkin emasida. Probel qo'yganimizda ham dastur xatoligini ko'rsatyapti. Keyingi qoidaga qaraydigan bo'lsak, ism so'zi bilan saqlangan o'zgaruvchilar u bosh harfda yoki katta harflarda bo'lsa ham, nomi bir xil bo'lgan taqdirda ham uni yozilishi har xil bo'lgani uchun ular turli xil o'zgaruvchilar bo'ladi. Shunga misol keltiraylik. Ism o'zgaruvchisi unga Abdulloh deb. Keyingisiga esa katta harflar bilan ism o'zgaruvchini ochamiz va unga Muhammad deb matn saqlaymiz. Keyingisi esa bosh harf bilan va qolganlari kichkina harf bilan. Hali. Ularni chop qilish uchun print funksiyasidan boshlaymiz va ism o'zgaruvchisini chaqiramiz. Keyingisini katta harflar bilan. Undan keyingisini esa bosh harf bilan chaqiramiz. Va dasturimizni ishga tushirganimizda mana ko'rinib turibdiki, bir xil nomlangan o'zgaruvchilar, lekin yozilishi har xil bo'lgani uchun ular har xil ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. Keyingi qoidalarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, qoidalarimiz ko'proq tavsiya desak ham bo'ladi. O'zgaruvchi nomini kichik harflar bilan yozish kerak. O'zgaruvchi nomida 2 va undan ortiq so'z qatnashsa, ularning orasini pastki chiziq bilan ajratish kerak. Bu
dasturni keyinchalik o'qilishda qulay bo'ladi. O'zgaruvchiga tushunarli nom berishga harakat qilish kerak. Keyinchalik dasturni o'qiyotganda bu ham tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin va uni aynan nima deb saqlaganimiz esimizdan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zgaruvchi nomini to'liq berishga harakat qilishimiz kerak. Yana o'zgaruvchiga Pythonda ishlatilgan funksiyalarni va maxsus kalt so'zlarning nomini berish mumkin emas. Ular mana jadvalda keltirilgan. Bu funksiyalarni va kalt so'zlarning nomi bilan o'zgaruvchi yaratadigan bo'lsak, dasturimiz xato ishlaydi. Dastur xatolik beradi. O'zgaruvchi yaratilganda qiymatga ega obyekt yaratiladi, so'ngra dastur uni tekshiradi. Agar shu nom bilan o'zgaruvchi avval yaratilgan bo'lsa, uning eski obyektga bo'lgan havolasi o'chirib, yangi obyektga bog'lanadi. Agar bunday o'zgaruvchi mavjud bo'lmasa, u yangi obyektga bog'lanadi va xotiraga joylashadi. Yana bir qancha misollarni ko'rib o'taylik. Bir nechta o'zgaruvchiga bir nechta ma'lumotni biriktirib saqlashimiz mumkin, ketma-ket qilib. Masalan, ism deylikda virgul qo'yib, yosh yozamiz va ketma-ketlikda ismga Aziz ismini, yoshga esa 18 sonini beramiz. Bu dasturimizni ham print funksiyasida chop qilib ko'ramiz. Ism, keyingi print funksiyasiga esa yosh o'zgaruvchisini berib chaqirib ko'ramiz va dasturni ishga tushiramiz. Dastur ishga tushirganda Aziz 18 ma'lumotlari ekranda chop etildi. Faqat ikkita emas, bundan cheksiz foydalanishimiz mumkin. Masalan, city deylikda uni qaysi shaharda yashashi to'g'risidagi ma'lumotni chop qilaylik. Yana print funksiyasini chaqiramiz va unga city o'zgaruvchisini yozamizda, dasturimizni ishga tushirganimizda keyingi dasturimizning natijasi Aziz 18 Toshkent bo'ladi. Lekin biz o'zgaruvchilar birortasini bermasak, u dasturni ishga tushiradigan bo'lsak, bu dastur xatolik beradi yoki aksincha 3 ta o'zgaruvchi berib, 3-chisiga yoki deylik 2-chisiga qiymat bermasak, bunda ham dasturimiz xato ishlaydi, xatolik beradi. Yana o'zgaruvchilar uchun misollarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, o'zgaruvchi yaratamiz. Ism 1 deymizda, unga qiymat qilib Farhod beraylik. Ism 2 qilib unga qiymat qilib Shirin bersak, bularni chop qilamiz. O'zgaruvchilarimizni chaqiramiz. Keyingi o'zgaruvchini ham chaqirib, dasturimizni bir ishlashini ko'rib olamiz. Terminalni bo'shatib oldim va dasturni ishga tushirdim. Farhod va Shirin. Endi biz bu o'zgaruvchilar qiymatlarini o'zaro almashtirishni ko'rib o'tamiz. Ism 1 deb yozaylik. Virgul ism 2 deb yozamiz. Teng deymizda ism 1 ga ism 2 ning qiymatini beramiz. Endi ism 2 ga esa ism 1 ning qiymatini beramiz. Endi chop qilganimizda birinchi dasturimizda Farhod va Shirin chop qilingan bo'lsa, keyingisida Shirin va Farhod chop qilinadi. Chunki mana bu o'rtadagi amal bilan biz ism 1 ning qiymatiga ism 2 ni berdik. Ism 2 ning qiymatiga esa ism 1 ni berdik. O'zgaruvchilar mavzusida tushunishimiz kerak bo'lgan qoidalar shulardan iborat edi. Bugungi darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.